Assalomu alaykum. Men Umarova Munisa 511-23-guruh talabasiman. Bugun sizlar bilan ilk yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlar mavzusida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda rejalar bilan tanishib olamiz. Birinchi rejamiz ilk yoshdagi bolalarda nutq nuqsonlari va ularning psixologik xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz ilk yoshda psixokorreksion ishlarning maqsadi va asosiy yo'nalishlari. Uchinchi rejamiz nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ish shakllari va metodlari. Ilk yosh, ya'ni tug'ilgandan to 3 yoshgacha bo'lgan bola rivojlanishda eng muhim va sezgir davr hisoblanadi. Aynan shu davrda nutq, psixik jarayonlar va shaxs asoslari shakllanadi. Nutqdagi kamchiliklar bola psixik rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va maxsus psixokorreksion yondashuvni talab etadi. Ilk yosh davri ikki davrga, ya'ni tug'ilganidan 1 yoshgacha emotsional muloqot bosqichi va 1 yoshdan 3 yoshgacha faol nutq shakllanish bosqichi. Ayupova kitobida bu davrda nutqning kechikishi keyingi rivojlanishga jiddiy ta'sir ko'rsatadi deyilgan. Ilk yosh davrida, ya'ni tug'ilganidan 3 yoshgacha bo'lgan bolaning nutqi intensiv shakllanadi va bu jarayon bolaning umumiy psixik rivojlanishi bilan uzviy bog'liqdir. Ayupovaning logopediya kitobida ta'kidlashicha, aynan shu davrda nutqdagi har qanday kechikish yoki buzilish keyingi yosh bosqichlarida murakkab nutq nuqsonlarining shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois ilk yoshdagi nutq nuqsonlarini erta aniqlash va to'g'ri korreksion ishlarini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ilk yoshda eng ko'p uchraydigan nutq nuqsonlaridan biri nutqning kechikib rivojlanishi hisoblanadi. Bunda bolaning faol lug'ati yosh me'yoriga nisbatan juda kam bo'ladi. U so'z va iboralarni kam ishlatadi yoki umuman ishlatmasligi mumkin. Bola nutqni tushunsa-da, uni faol qo'llashga qiziqmaydi yoki nutqiy muloqotdan qochadi. Bu holat ko'pincha psixomotor rivojlanishning umumiy sekinlashuvi bilan birga kuzatiladi. Ilk yoshdagi bolalarda nutq nuqsonlarining kelib chiqishi turli xil omillar bilan bog'liq bo'lib, Ayupova ularni biologik, ijtimoiy, psixologik omillar majmuasi sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu omillar bir-biri bilan chambarchas bog'langan holda bolaning nutqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Biologik omil. Biologik omillar nutq nuqsonlarining asosiy sababchilaridan biri hisoblanadi. Bularga homiladorlik davrida onaning yuqumli kasalliklar, toksikoz, stress holatlari, doriy vositalarini nazoratsiz qabul qilish, shuningdek, tug'ruq jarayonidagi asfiksiya, tug'ruq travmalari va markaziy nerv tizimining shikastlanishlari kiradi. Ayupovaning ta'kidlashicha, aynan perinatal davrda yuzaga kelgan shikastlanishlar nutq apparati va nutq markazlari faoliyatining yetarli darajada shakllanmaganligiga olib keladi. Postnatal davr. Postnatal davrda esa bolaning og'ir kasalliklar bilan kasallanishi, bosh miya jarohatlari, uzoq davom etgan somatik kasalliklar nutq rivojlanishining sekinlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda nutq nuqsonlari ko'pincha umumiy psixomotor rivojlanishning sustligi bilan birga namoyon bo'ladi. Ijtimoiy omillar. Ijtimoiy omillar ham ilk yoshdagi nutq nuqsonlarining yuzaga kelishidan muhim o'rin tutadi. Xususan, nutqiy muhitning yetishmasligi, bola bilan kam muloqot qilish, emotsional aloqaning sustligi, televizor va gadjetlarni ortiqcha qo'llanishi bolaning faol nutqini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayupova bu holatni nutqiy deprivatsiya deb ta'riflaydi. Psixologik omillar. Shuningdek, psixologik omillar bola hayotidagi stresslar, qo'rquvlar, oilaviy nizolar, emotsional beqaror muhit va nutq faolligining pasayishiga olib keladi. Shu sababli nutq nuqsonlarining kelib chiqish sabablarini aniqlashda kompleks yondashuv zarur hisoblanadi. Nutq nuqsonlarining psixik rivojlanishiga ta'siri. Ilk yoshdagi nutq nuqsonlari bolaning faqat nutqiy rivojlanishiga emas, balki uning psixik taraqqiyotiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayupovaning fikriga ko'ra, nutq bolaning asosiy muloqot vositasi bo'lib, uning rivojlanishidagi buzilishlar psixik jarayonlarning shakllanishini sekinlashtiradi. Nutq nuqsoniga ega bolalarda ko'pincha diqqatning beqarorligi va xotiraning sust rivojlanishi kuzatiladi. Bola nutq orqali topshiriqni to'liq tushunib yetmasligi sababli atrof muhitni idrok etishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu esa bilish faoliyatining ham kechikishiga olib keladi. Shuningdek, bunday bolalarda emotsional irodaviy sohada muammolar yuzaga keladi.
Nutqiy imkoniyatlarining cheklanganligi sababli bola o'z xohish ehtiyojlarini ifodalashda qiynaladi. Natijada jahldorlik, yig'loqilik, tajovuzkorlik yoki aksincha passivlik holatlari kuzatiladi. Ayubova bu holatni nutqiy frustratsiya deb izohlaydi. Nutq nuqsonlari bolaning ijtimoiy moslashuviga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bola tengdoshlari bilan muloqotga kirishadi, qiyinchilik sezadi, o'yin jarayonlarida faol ishtirok etmaydi. Bu esa ijtimoiy tajribaning yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi. Psixokorreksion ish tushunchasi. Psixokorreksion ishlar nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan maxsus pedagogik va psixologik ta'sirlar tizimini ifodalaydi. Ayubovaning logopediya asarida psixokorreksion ishlar bolaning nutqiy rivojlanishidagi buzilishlarni bartaraf etish bilan bir qatorda uning emotsional, ijtimoiy va bilish faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks jarayon sifatida talqin etiladi. Ilk yoshdagi bolalarda nutq buzilishlari ko'pincha psixik jarayonlarning yetarli darajada shakllanmasligi bilan birga namoyon bo'ladi. Shu sababli psixokorreksion ishlar faqat nutqni rivojlantirish bilan chegaralanib qolmasdan, balki bolaning diqqat, xotira, idrok, tafakkur kabi asosiy psixik funksiyalarini rivojlantirishni ham o'z ichiga olishi lozim. Psixokorreksion ishlarning maqsadi ilk yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarning asosiy maqsadi bolaning to'laqonli psixik va nutqiy rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir. Ayubova psixokorreksion ishlarning maqsadini bolaning nutqiy imkoniyatlarini faollashtirish va muloqotga bo'lgan ehtiyojini shakllantirish orqali uning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash deb belgilaydi. Mazkur maqsad doirasida bolaning nutqiy faolligini oshirish, tovushlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, faol va passiv lug'atni boyitish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga psixokorreksion ishlar bolaning emotsional holatini barqarorlashtirish, ijobiy emotsional fon yaratish va kattalar hamda tengdoshlar bilan muloqotga kirishish ehtiyojini kuchaytirishga qaratiladi. Ayubova ta'kidlaganidek, psixokorreksion ishlarning muhim maqsadlaridan biri bu bolaning mustaqilligi va faolligini qo'llab-quvvatlashdir. Bola o'z imkoniyatlariga ishonishni o'rganadi. Nutqiy faoliyatdan qo'rqmasdan foydalanishga intiladi. Natijada bola nutqiy qiyinchiliklarga qaramay, atrof, muhit bilan faol muloqotga kirishishga tayyor bo'ladi. Psixokorreksion ishlarning vazifalari. Psixokorreksion ishlarning vazifalari bola nutqiy va psixik rivojlanish darajasiga mos ravishda belgilanadi. Ayubova psixokorreksion ishlarning vazifalarini tizimli va izchil amalga oshirilishi zarur bo'lgan yo'nalishlar sifatida ko'rsatadi. Asosiy vazifalardan biri esa emotsional aloqa o'rnatish va mustahkamlashdir. Ilk yoshdagi bola uchun kattalar bilan ijobiy emotsional munosabat nutq faolligining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Shu bois mashg'ulotlar davomida bolaning o'zini xavfsiz va erkin his etishi ta'minlanishi lozim bo'ladi. Keyingi muhim vazifa esa nutq faoliyatiga qiziqishini shakllantirish. Bunda o'yin elementlari, qiziqarli predmetlar, tovushli o'yinchoqlar va harakatli mashqlar keng qo'llaniladi. Bu bolaning nutqqa bo'lgan ehtiyojini oshiradi va uni faol nutqiy harakatga undaydi. Shuningdek, psixokorreksion ishlarning vazifalari qatoriga sensor idrokni rivojlantirish, mayda va yirik motorikani takomillashtirish, nutqiy nafas va artikulatsiya apparatini rivojlantirish ham kiradi. Ayubova ta'kidlaganidek, ushbu vazifalar kompleks tarzda amalga oshirilsagina psixokorreksion ishlar samarali bo'ladi. Psixokorreksion ishlarning asosiy yo'nalishlari ilk yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlar bir necha asosiy yo'nalishlar asosida tashkil etiladi. Ayubovaning ta'kidlashicha, psixokorreksion ishlar faqat nutqni rivojlantirishga qaratilmasdan, balki bolaning umumiy psixik rivojlanishini ta'minlovchi barcha sohalarni qamrab olishi lozim. Psixokorreksion ishlarning muhim yo'nalishlaridan biri bu emotsional irodaviy sohani rivojlantirishdir. Nutq nuqsoniga ega bolalarda ko'pincha emotsional beqarorlik, muloqotdan qochish yoki tajovuzkorlik holatlari kuzatiladi. Shu bois mashg'ulotlar davomida bolaning emotsional holatini barqarorlashtirish, ijtimoiy
emotsiyalarni shakllantirish va ishonch muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega. Keyingi muhim yo'nalish bu sensor idrokni rivojlantirishdir. Ranglar, shakllar, tovushlar, hidlar va taktil sezgilar orqali olib boriladigan mashg'ulotlar bolaning idrok jarayonlarini faollashtiradi va nutqiy faoliyat uchun zarur bo'lgan asoslarni yaratadi. Shuningdek, motor faoliyatini rivojlantirish ham psixokorreksion ishlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Mayda va yirik motorikaning rivojlanishi nutq apparati faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, Ayupova bu bog'liqlikni nutq rivojlanishining muhim sharti sifatida ko'rsatib o'tadi. O'yin faoliyati orqali psixokorreksion ishlar. Ilk yoshdagi bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarning asosiy shakli bu o'yin faoliyatidir. Ayupova o'yinni bolaning yetakchi faoliyati sifatida e'tirof etib, aynan o'yin jarayonida bola nutqiy va psixik jihatdan eng faol holatga kirishini ta'kidlaydi. O'yin faoliyati orqali olib boriladigan psixokorreksion ishlar bolaning nutqiy faolligini oshiradi va muloqotga bo'lgan ehtiyojini kuchaytiradi va emotsional holatini ijobiy tomonga o'zgartiradi. O'yin jarayonida bola o'zini erkin tutadi, qo'rquv va ishonchsizlik kamayadi. Nutqiy harakatlarga bo'lgan tayyorgarlik esa oshib boradi. Sensor rivojlanishda ilk yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayupova sensor idrokni rivojlantirish nutq faoliyatining poydevori ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi. Sensor rivojlanishiga qaratilgan mashg'ulotlar davomida bola ranglar, shakllar, o'lchamlar, tovushlar va taktil sezgilarni farqlashni o'rganadi. Bu jarayonlar bolaning idrok, diqqat va xotira jarayonlarining faollashtiradi hamda nutqiy signallar qabul qilish qobiliyatini kuchaytirib beradi. Taktil mashqlar, qum, suv, don mahsulotlari bilan o'yinlar, musiqiy va ritmik mashg'ulotlar sensor rivojlanishini ta'minlaydi. Ayupova fikriga ko'ra, sensor tajribalar boy bo'lgan sari bolaning nutqiy faolligi ham ortib boradi. Shu sababli sensor rivojlantirish ishlari tizimli va izchil tarzda olib borilishi zarur bo'ladi. Ilk yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishi mayda va yirik motorika rivoji bilan chambarchas bog'liqdir. Ayupovaning ta'kidlashicha, qo'l barmoqlari harakatlarining rivojlanishi bosh miya po'stlog'idagi nutq markazlarining faollashuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli psixokorreksion ishlar jarayonida motorika rivojlanishiga alohida e'tibor qaratiladi. Mayda motorikani rivojlantirishga qaratilgan mashqlar, barmoq o'yinlari, predmetlarni ushlash, terish, yopishtirish, massajlar bolaning harakat koordinatsiyasini yaxshilaydi va nutq apparati faoliyatini rag'batlantiradi. Yirik motorika mashqlari esa bolaning umumiy jismoniy rivojlanishini ta'minlab, harakat va nutq o'rtasidagi uyg'unlikni shakllantiradi. Ota-ona bilan hamkorlik bu menimcha eng muhim bo'lsa kerak. Ilk yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlarning samaradorligi ko'p jihatdan ota-onalar bilan bog'liq. Ayupova ota-onalarni korreksion jarayonining faol ishtirokchilari sifatida ko'radi. Mutaxassis tomonidan olib borilgan mashg'ulotlar ota-ona tomonidan uy sharoitida davom ettirilmasa, kutilgan natijalarga erishish qiyinlashadi. Shu sababli ota-onalarga bolaning nutqiy rivojlanishi xususiyatlari, mashg'ulotlarni qanday o'tkazish, o'yinlar va mashqlarni qanday tashkil ettirish bo'yicha tavsiyalar berilishi muhimdir. Shuningdek, ota-onalar bilan ishlash jarayonida ularning psixologik savodxonligini oshirish, bolaning muvaffaqiyatlarini qo'llab-quvvatlash, tanqid va majburlashdan voz kechish zarurligi tushuntiriladi. Ayupova ta'kidlaganidek, ijobiy emotsional muhit bolaning nutqiy faolligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Quyidagi slaydimizni tayyorlashda foydalanilgan adabiyotlar. Albatta, bu Ayupovaning logopediya kitobi, Volkovaning logopediya kitobi, Levinaning nutq rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlar kitobi. Bundan tashqari foydalanilgan ijtimoiy tarmoqlar. Logoped.uz, Telegram kanallaridan logopediya va defektologiya va YouTube kanalidan logoped maslahati. E'tiboringiz uchun rahmat.